Logistikadan ketib, o'z biznesimni boshlashga qaror qildim. Ismim Ulug'bek, 20 yoshdaman. 2025-yil aprel oyida logistikadan ketish fikri keldi. Ham sherigim, ham ustozim bo'lgan inson bilan bir nechta variantlarni ko'rib chiqib, oxiri Kreslo biznesida to'xtadik. Birinchi bo'lib Xitoyga uchdik. Har xil ishlab chiqaruvchilarni ko'rdik. Mahsulotlarni bitta-bitta tekshirib, sifatini sinab, eng yaxshilarini tanlab oldik. Tovarlar kelib tushdi. Sklad arendaga oldik. Avgust oyidan boshlab onlayn savdoni yo'lga qo'ydik. OLXga e'lonlar joyladik va sekin-sekin sotuvlar boshlandi. Hozircha ishchilar bo'lmagani uchun deyarli 90% ishlarni o'zim qilaman. Sklad boshqarish, kirim-chiqim nazorati, buxgalteriya va yetkazib berish. Sotuvlar bor, lekin xarajatlarni to'liq yopadigan darajaga chiqmadik. Shuning uchun bir oy avval o'z brendimizni ijtimoiy tarmoqlarda rivojlantirish ishlarini boshladik. 50 taga yaqin post va reelslar qo'ydik, lekin bitta ham sotuv bo'lmadi, afsuski. Biz shu etapda to'xtab qolish niyatimiz yo'q. Bu endi boshlanishi. Agar sizda taklif va ideyalar bo'lsa, kommentda bemalol fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hozir bizda 30 ga yaqin Kreslo modellari bor. To'lov usullarining hamma turlari mavjud. Bundan tashqari, zakaz asosida ham ishlaymiz. Siz xohlagan modelni, xohlagan hajmda, yoqimli narxlarda Xitoydan olib kelib beramiz. Agar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentga plus qoldiring. Shu 9 oy ichida qanday qiyinchiliklar bo'lganini va ulardan qanday chiqib ketganimizni hammasini ochiqchasiga sizlar bilan bo'lishaman. Rahmat.